Salom hammaga. Bu Mobile.uz. Bugun biz shunchaki telefonlarni sanamaymiz, balki ularning muvaffaqiyatiga sabab bo'lgan texnologik inqiloblarni ko'rib chiqamiz. Bu butun tarix davomida, butun dunyo bo'ylab eng ko'p sotilgan top 10 smartfon ro'yxati. Qani kim bu bozorning chempioni? 10-o'rinda Samsung Galaxy S4 turibdi. Taxminan 70 million dona sotilgan. Bu model Samsungning 5 dyumli yorqin super AMOLED ekraniga ega bo'lib, o'sha davrda bozorda shov-shuv ko'targan. Uning eng esda qolarli xususiyati Air Gestures edi. Hamsiz ekranga tegmasdan turib, qo'l harakati bilan sahifalarni aylantira olardingiz. Bu haqiqiy kelajak edi. 9-o'rinda deyarli bir xil ko'rsatkich bilan yana bir Koreya giganti Galaxy S3. Bu model ayniqsa Android dunyosi sotuv rekordini yangilagan. U turi 8 dyumli katta ekranga ega edi va Samsung o'zining SOS, ya'ni raqamli yordamchisini joriy etib, Apple'ning serisiga ochiqcha raqobatchi e'lon qilgan edi. Nihoyat 8-o'rinda zamonaviy Apple muvaffaqiyati iPhone 12 seriyalari 100 million donadan oshiq sotilgan. Bu seriya Apple telefonlarida birinchi marta 5G ulanishini olib kirdi. Shuningdek, dizaynda klassik kvadrat qirralarga qaytish sodir bo'ldi. Unutmang, bu seriya bilan MagSafe texnologiyasi ham debyut qilgan edi. 7-o'rin iPhone 8 va 8 Plus 124,7 million dona sotilgan. Bu modelning dizayni klassik bo'lsa-da, katta yangilik bor edi. Korpus orqasining shishadan yasalishi. Bu nimani anglatadi? Bu birinchi simsiz quvvatlanuvchi iPhone edi. Shuningdek, uning Home tugmasi endi bosilmaydigan, balki Taptic Engine orqali tebranish effektini beradigan sensorli tugma edi. 6-o'rinni 2018-yilning seriyasi iPhone XR, XS va XS Max egallaydi. 151,1 million dona. Ayniqsa iPhone XR modeli sotuvlarni portlatdi. Uning eng asosiy xususiyatlari u Face ID, yuzni tanish xavfsizlik tizimiga ega bo'lgan va nisbatan arzon narxdagi katta suyuq Retina LCD displeyga ega bo'lgan. 5-o'rinda iPhone 11 seriyalari 159,2 million dona. Bu avlodning eng kuchli xususiyati kamera edi. Birinchi marta ultra keng burchakli linza qo'shildi. Ammo haqiqiy sehrgar bu kechki rejim bo'lib, u yomon yorug'likda suratga olish sifatini tubdan yaxshilab, raqobatchilardan bir qadam oldinga o'tib ketgan edi. 4-o'rin iPhone 7 va 7 Plus 159,9 million dona. Bu smartfon o'zining tarixiy qadami bilan mashhur. U 3,5 mm audio uyasini olib tashlagan birinchi iPhone edi. Shu bilan birga Apple'ning flagmanlari orasida birinchi bo'lib, rasmiy IP67 darajasidagi suv va changga himoya chidamlilikka ega bo'lgan. Bronza medal sohibi. 3-o'rin iPhone 5s 164,5 million dona. Agar yangilik haqida gapiradigan bo'lsak, 5s mutlaq chempion. U smartfonda Touch ID barmoq izi skaneri joriy etgan va mobil xavfsizlik uchun yangi standartni o'rnatgan. Shuningdek, u mobil qurilmalar tarixida birinchi 64 bitli A7 chipiga ega bo'lgan. Kumush medal sohibi. 2-o'rin iPhone 6s va 6s Plus 174 million dona. Bu seriya dizaynni takrorlagan bo'lsa-da, u 3D Touch texnologiyasini olib keldi. Ekranga bosim darajasiga qarab turli harakatlarni bajarish. Uning korpusi ham kuchliroq. 7000 seriyali alyuminiy bilan mustahkamlangan va mashhur Live Photos funksiyasi ham shu yerda debyut qilgan. Va nihoyat, butun tarix davomida eng ko'p sotilgan smartfon. 1-o'rin iPhone 6 va iPhone 6 Plus 224 million dona. Bu smartfon butun bozorni o'zgartirib yubordi. Uning yagona va eng muhim xususiyati bu Apple'ning birinchi marta katta ekranlarga o'tishi, ya'ni 4.7 va 5,5 dyum. Bu deyarli barcha xaridorlarning talabini qondirdi va mobil to'lovlarni ommalashtirgan Apple Pay tizimini joriy qildi. Bu haqiqiy mobil inqilobning ramzi. Mana do'stlar, eng ko'p sotilgan smartfonlar kuchli o'nligi. Ko'rib turganingizdek, sotuvlar nafaqat brendga,
balki Apple Pay, Touch ID, 5G va simsiz quvvatlash kabi muhim texnologik qadamlarga bog'liq bo'lgan. Siz ushbu ro'yxatdagi qaysi smartfonni ishlatgansiz? Uning qaysi xususiyati sizga eng yoqqan? Fikrlaringizni izohlarda yozib qoldiring. Like bosing va Mobile.uz kanaliga obuna bo'lishni unutmang. Keyingi videolarda ko'rishguncha